Hurmatli tomoshabinlar, mana birinchi sigir. Ko'rishlari mumkin, o'ta keng, o'ta baquvvat. Birinchi qoringa bolasi buqa akalar. Endi yuvashligini bitta ko'rsatay akalar. Yuvashligi yaxshi dahshat, yemoq-chimog'i yaxshi zo'r ekan. Xo'p, bo'ylari akalar taxminan shu 1.30 da tepasida, 1.30 dan kam emas sigirlar. Akam o'zi gavdali, bo'yi katta 2 metr keladi, shuning uchun yonida sigir kichkina ko'rinib qolyapti. Xo'p, ikkinchi sigirni ko'rsatamiz akalar. Akalar mana, buni bolasi buqa. O'sha. Birinchi qoringa. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, ikkinchi sigir. Bu ham birinchi qoringa, bolasi g'unojinida buniki. Chicha etalavaring aka, yurganini bitta ko'rsataylik ana. Ko'rishlari mana akalar, ko'rishlari mumkin. Ana bolasini o'ldirdi. Bolasi mana. Mana shu bolasi 10 kunlik bo'libdi bolasi, g'unojin akalar ko'payadi. 10 kunlik bo'ldi, janob. Mana. Katta bola berdi. Hurmatli kuzatuvchilar, endi 3-chi sigirimiz. Bolasini qaranglar, baquvvatligini jonivordi. Bolasi buqa, 3-chi qoringa bu. Mana, bu 12 litr sutga ko'rarga beramiz deyapti akalar mana. Hadi jonivorni qaranglar mana. Xo'p, aka bitta yetalangan, bitta yurganini ko'raylik akalar mana. Dimlangan yo'q, sog'ilgan ertalar. Mana. Ortiqcha dimlangan yo'q, boricha ko'rsatyapmiz akalar. Endi videoni boshidan oxirigacha ko'rsatlaring. Barcha ma'lumotlarni beramiz, narx-navolar bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, Ma'lumot.uz kanalining obunachilari, hurmatli sigir ishqibozlari. Bizda sotiladigan 3 bosh, bir-biridan chiroyli, sifati zo'r sigirlar bor. Hozir shularda bir boshdan ma'lumotlarni sizlarga yetkazamiz akalar. Videoga bittadan like bosib, kanalimizda mehmonlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Bolalari ko'rib turibsizlar, yangi tug'ilgan buqa, g'unojin va uchinchisi ham bitta polvoni bor. Afshi dahshat, novas. Hozir shularda akalar bir boshdan narx-navolar bilan sizlarni tanishtiramiz. Kimga kerak bo'lsa, ekranda nomerlar bo'ladi, telefon qilaverasizlar akalar. Hafta kuniga bugun chorshanba, bugun necha sanaga? 23 mi? 22-iyul 2026-yilda syomka qilyapmiz akalar. Bo'lmasa boshladik, bir boshdan boshlayveramiz akalar. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Aka, zo'rlarni olib kelsiz. Xo'p, birinchi mana shu sigirdan boshlaylik aka. Birinchisi mana. Aha. Shugan. Uchinchi bolasi. Bolasi. Bolasi mana shu, buqa. Novasi. Turishni qaranglar, o'ta baquvvat ekan, kallan qaranglar chiroyligini. Bitta yaqindan olib ko'rsatay mana shunday akalar, mana qaranglar. Novas, uchinchi bola. Jonivor. Aka, sog'dirishlarda muammo yo'q, xudo xolasa. Muammo yo'q. Aha. 15 ta sut beryapti o'zimning qo'lim. 12 taga javob beraman. 12 taga sinab olishga berasiz. Aha. Beraveraman. Bir hafta sanaga chiqib ko'rib, keyin pulini beraveraman. Aha. Ishonchli mol xullas. Ishonchli mana. Hamma o'z joyida. Mollar o'ta haligi dimlanmagan, nima qilmagan. Bo'sh bo'lib turibdi. Unaqaga mana so'lgan, ertalab so'lgan mol mana. Ertalab so'lgan. Mana tirsalam emas. Zo'r. Xullas ishonchli mol akalar. Yemoq-ichmoqda muammo yo'q. 3-chi bolasi dedik. Yeyishi jo'q. Aha. Aka, narxini ham yo'lida qilib aytavering endi. Endi 43 version bunga. 43? Yana kam bor, ha? Ajini o'tib beramiz. Chapcha. Odamlar o'tib beramiz. Aha. 43 million so'm narx aytilyapti, hurmatli tomoshabinlar. Bolasi Novas, 3-chi bola 15 litrda tepasida sut beryapti ekan, 12 litr sutga ko'rarga berar ekan. Yelinlar bilan ko'rib turibsizlar, dimlangan yo'q, ortiqcha bunaqa qilingan yo'q. Yuvosh, yemoq-ichmoq zo'r ekan akalar. Bir hafta sinovi bor. Bir hafta sinovi bor. Bir hafta sinovi bor. Endi akalar, yoshidan bo'lsin, birinchi tug'ishga bo'lsin deganlarga mana bu sigirni ko'rsatamiz akalar. Bo'ylari 1.35 atrofida chiqadi aka. Endi kamini aytaveraylik, hali kam bo'lib qolsa uyalib. 35 ta o'raylik aka. Mana, ko'rib turibsizlar, birinchi tug'ishga, bu ham o'sha sog'ib olingan, bu yuvosh, mana ko'rib turibsizlar, mana qaranglar. Birinchi qorin. Buni bolasi g'unojin, Ha, 2 kurak bu. 2 kurak, birinchi qoringa bolasi mana shu g'unojin akalar. Mana qaranglar. Mana. Hajjonov. 10 kunlik bo'ldi bu. Mana shu buzoqcha akalar bolasi, birinchi qoringa. Necha litr sutga berasiz aka uni? Uni ham 15 taga olaveradi. 15 taga. Ha. Buni zig'irchaga. Mana. Yuvoshligi yuvosh akalar, yoshligi yuvosh, birinchi qoringa 2 kurak bo'lgan yo'q, hali endi chiqarish arafasida ekan-a. Endi chiqaryapti. Endi chiqaryapti ekan, yosh narsa akalar. Xudo xolasa bo'ylari ham, sifati ham zo'r, mana orqalarimni ko'rishdi. Endi haligi pardozandazi qilingan yo'q, yuvib tarab narsa qilingan yo'q. Bu shu turishcha olib chiqib ko'rsatyapmiz akalar, boricha ko'rsatilyapti. Mana ko'rishlaring mumkin. Xo'p, aka, necha pul buni narxi? Buni endi 44 sak yo'lida qilib beramiz. 44 chakam bor, ha? Sizdan kelsa 1 million tashlab beraman. Ana. Hurmatli tomoshabinlar, 44 million so'm bunga narx aytildi. Kami bor deyilyapti. Ko'rib turibsizlar, birinchi qoringa yuvosh, sifati zo'r. Tishlarni ham ko'rsatib beraman mana. Jonivor. Mana qarang. Bitta.
Ikkisi to'la. Xo'p, ayb nuqsoni yo'q akalar. Buni ham bir hafta ko'rari bor. 44 million so'm kam bor deyildi. Endi 3-sigir. Bularga nisbatan yengilroq ekan. Orqalari keng ekan aka buni. Qaranglar. Jonivorda mana. Xo'p. Tak. Mana qaranglar akalar. Bu ham dimlangan yo'q, ko'rib turibsizlar. 4 tala yelini 4 tomonda turibdi. Xullas buni bo'yi ham o'sha 1.35 atrofida keladi. Hop, bu ham birinchisiga aka bu ham biroz. Birinchi qoringa akalar. Mana akalar. Tishi. Ikki tish. Ikki tishari tishini to'liq nima qilingan yo'q. Mana akalar molni ko'rib turibsizlar. Molda ayb nuqsoni yo'q. Bir hafta ko'rarga beraman deyapti akalar. Kelasizlar, ko'rasizlar, molni ustida savdo qilaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Rishton tumani Zohidon qishlog'ida, uzun ko'chada. Mana ko'rib turibsizlar, xonadondan semka qilyapmiz. Ekranda nomerlar bo'ladi, telefon qilaverasizlar. Bolalarni ko'rib turibsizlar, bir-biridan chiroyli baquvvat. Mana shuni bolasi shu ekan, novvoscha akalar. Birinchi qoringa go'shtdan. Bolani ham zo'r beribdi, lekin orqalari keng, zo'ridan. Mana akalar, ishqibozlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Haligi sog'ib chiqqani, ro'zg'orga oladiganlar bo'lsa, ana tavsiya qilamiz. Bir hafta sinov bor akalar mana. Yo'lidan qilib beramiz. Mana. Yana narxlardan tushib beramiz deyapti, ko'rishlardan kun zo'rlardan bo'ladi mana. Xo'p, endi aka bunga chiroyli qilib narx ayting endi aka. Endi bu Aha. 15 dan 16 ga ham olaveradi. Sutini. Suti bemeyor bu. Men o'zim 18 ta sovib oldim. 18 litr sovib oldim. Mana ertalab ham sovilgan shu. Xohshamasa. Ertalab ham sovilgan. Mol o'ta darajada sutli. Endi bunga 50 ta qochib ketmasini 48 million baho aytamiz. 48 million yana necha tushing aka? 47 million sizdan kelsa. 47 million so'm narx aytilyapti, yana necha kami bor? Hurmatli tomoshabinlar. Beramiz kelsa. Kami bor. Yana kelsa o'tib beramiz. Hurmatli tomoshabinlar, 47 million so'm narx aytildi. Birinchi qoringa bolasi buqa 15 litr sutgami aka ko'rarga? 15 litr beraveradi. 15 litr sutga ko'rarga beriladi. Aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli tomoshabinlar. 12 litr xolos. Mana. Bu ham 15 ta beryapti, 12 litrga. Kamini aytib, garantiyasini beryapti. Mana. Buni ham beraveradi. Hammasi o'ta darajada bir-biridan go'zal. Dastlabkasi ham bor. Vodiy bo'ylab bo'lsa, kelishilgan holatda dastlabkasini qilib beraveramiz. Kelishilgan holda dastlabkani ham vodiy bo'ylab qilib beriladi. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Tashqariga bo'lsa, dastlabkasi o'rtada bo'ladi. Tashqariga ham bor, vodiydan tashqariga ham bor. Faqat kelishilgan holda bor. Telefon qilishaveradi akalar mana. Ishonchli sigirlar, hurmatli tomoshabinlar, bir hafta ko'rari bor, eng muhimi. Narxlari ham xudo xolasa tushib beriladi aytilgan narxlardan telefon qilaverasizlar. Bolalari buqa, ikkitasi bittasiniki mana shu o'rtadaginiki g'unojin. Bu ham lekin mana o'ziga o'xshagan bo'lsa o'ta sifatli sigir ekan. Qoni to'q emas, mollar. Haliga tayyorlangan yo'q-da videoga. Boricha ko'rsatyapti. Kelyapti, uda qaragan yo'q. Tashagan soladi. Akalar, qo'ldan kelgancha syomka qildik. Xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, kanalimizga mehmonlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar.